Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Şarkı Türkistanlık aziz qarindaşlar, suyumli qarindaşlar, qimmatli qarindaşlarım. Bugün yana oturga chiqib qoldim ve düşmanlarimni ko'paytiradigan, teatr inkas yazadiganlarni ko'paytiradigan bir temani so'zlashga niyat qildim. Ve bunda bir necha temani aqaqidan so'zlashga niyat qildim. Nima uchun bu düşmanni ko'paytirdi? Mening düşmanlarimni ko'paytirdi. Bunimi deb qo'yay. Biz hayat ko'rishida yengilgan, asoratga tushib qolgan bir xalq bo'lish sifatida barliq mushtitlik xalqlarda ko'riladigan ruhiy g'olibiyatchilik kesiliga giribdor bir xalqmiz. Ruhiy g'olibiyatchilik qanday bir ruhiy kasal bu? Asoratga tushib qolgan, hayot ko'rishida yengilgan, mag'lub millatlarda ko'riladi ve bu reallikdagi bu berbat holatini az to'la bo'lsa-mu remodut qilish, az to'la bo'lsa-mu pardozlab ko'rsatish, o'z-o'zini tasalli qilish uchun qahramon ajdodlardan hikoya qiladiganga odatlandi ve yoki bunday bir qahramon ajdodni to'qibmi chiqaradi. Shundaqla bugunning realligida doim quloqqa yoqadigan shirin gaplarni anglashni tama qiladi. Reallikqa yuzlanishni xohlamaydi. Chunki reallik ochiq bo'ladi. Uningdan ko'ra yolg'on bo'lsa-mu quloqqa yoqadigan gapga moyil bo'ladi. Bu sababdan bunday xalqlar shu nimaga o'xshaydi? Keklikning yoshirinib olishiga o'xshaydi. Men keklik qo'g'lab, keklik tutib ko'ngan yoki shunday kechmish bo'lganlar biladi. Keklikni qo'g'laversangiz, o tuzlikda ucholmaydi keklik, yo'g'ilab qochadi. U faqat bir yog'ning girvikidan andan pastga o'zini atsa, endi uchadi. Shundaqla bo'lgan sir tuvallab yana yerga tushadi. U qo'g'laversangiz qechib g'ag'a vaqtida bir toshning yeriqiga beshini tiqib oldi. U toshning yeriqiga beshini tiqib olgandan keyin hech narsani ko'rolmaydi-ku. U xiyolida qo'g'layotganlarmi meni ko'rolmayotidi deb o'ylaydi-da, tasalli topadi. U uning yoshirini olgan yerlari. Hayat ko'rishida yengilgan millatlar, asoratga tushib qolgan millatlar ko'p hollarda keklikning yoshirini bilishiga o'xshash muomala qildi reallikqa. Ya'ni reallikdan o'zini qochirdi. O'zininki xiyoliy dunyosida yashaydi. Keyingi chog'lardagi bayqashlarimda bizning xalqimizdagi nihoyat cho'ng xafalikning birisi buki. Men bir necha muhim xafaligimizni dedim-ku, eng muhim Xitoydanmi qo'rqinchli bo'lgan xafaliklar bor bizda. Onun birisi tehici düşmanını tanımayotganligimiz, bunu bir qancha qitim ta'kidlab so'zildim. Yana birisi reallikka yuzlanmayotganligimiz. Xiyol bilan reallik orasida kelib ketib yashayotimiz hozirgacha. Bu qo'rqinchli bu. Onun uchun mening rost gapni qilishim nurg'unligiga yoqmaydi va shuning bilan ochiq kelib düşmanlık qilishga boshlaydi. Bugungi tema ana shu. Qurolliq inqilob laplarining
jalbkorligi va amaliy imkoniyatlar. Tema bu. Qurolliq inqilob degan bu so'z biz uchun to'limi jalbkorlikga ega. Shunday deyman. Bunun qarab men yana Orxon Pamukning ko'p qatim tilga oldim bir so'zini, shu so'z yodimga yetadi. Qahramonlik tushi ojizlarning tasallisidir. O'limdan qo'rqish had chekka yetgan, eng uchiga yetgan xalq bo'lishimizga qaramay, tinchlikchilikdan ko'ra qurolliq inqilobni bakrak yoqlaymiz. Bunun bir muncha sabablar borligi cho'qim. Menimcha bu ma'lum psixik arx ko'rinishga ega bo'lsa kerak. Bularning ichida Xitoyning zulmi jondan o'tib ketgachga, ulardan yetkichi uchimizni elib, ularni rasvoyi jahon qiygan holda qo'g'lab chiqarish. Xitoylarning mag'lub, sharmisar holda darbadar bo'lgan holatini ko'rishga bo'lgan orzudir. Texmi amaliy dunyo ahlining aksicha biz Xitoylarni bekmi cho'nqur tushunib ketganimiz uchun Xitoy deganning yuzining terisining naqadar qalinligi, eng sifatli cham ishlab chiqarishga yaraydigan darajada pishiqligini bilgachga, barliq tinchlik usullarining bu arnomus tuyg'usini yo'qotgan, yirtqich hayvonga o'xshab ketadigan millatga kor qilmaydiganligini, butun dunyo xalqi birlashib ayiblasimi yuzi qizirib ketmaydiganligini aniq bilgachga, tinchlik usullari kog'i yaramaydi degan qarashga qat'iy ishongachga, qurolliq inqilob ko'nglimizga yaxshi kerak. Yana bundaq zolim bir dushman bilan do'stona ayrilishni xohlamaganlikdan. Meni so'rasangizmi, mening ko'nglim qurolliq inqilobga beklimayil. Her qachon shirin xiyollarimda Xitoyga qarshi urush saflarida, jang maydonida shehid bo'lishni orzu qilaman. Ammo mening orzuyim ba'zilarnikidek qog'oz yuzida, to'plarda, to'rlarda qoladigan andaq, o'g'ziga chiqib olsak, ishdan qo'rqmaymiz shaklidagi xiyol emas. O'tmishda men buni amaliyatimda ko'rsatgan. 40 yoshdan oshgan vaqtida oldingi safga berib, uyda qolgan 5 bolam nim bo'ladi demay. Hali ham aşındaq bir ijtimoiy muhit yoki tashqi shart hozir bo'lsa, yaşıldım baldurak o'zimni askarga tizim qoldirdiganligim ko'nglimga yan. Bu mashunda arzu. Biz bunun imkoniyatlari haqida astoydil va real, aqliylik bilan o'ylab bakamdik. Qurolliq inqilobning imkoniyatlari haqida. Yoki şiiri millet, birisi bizga şiiri millet deb at qo'ygan-ku. Şiiri millet unvonimiz olgandek hissiylik bilan muomala qilamdik. Masalaning muhim nuqtasi mana bu yerda. Qarindoshlarga ma'lum, chunki biz bir musulmon millat bo'lganligimiz uchun mayli dinni bek biladigan dindor va diniy tabiqi bo'lsin yoki dinni bek cho'nqur bilib ketmaydigan odatlikcha anqiradiganlar bo'lsin, tushunadigan bir reja var. Şeytanın zahiri buluş şeklinde özgermez bir kanunu yaşıyor ki en celipkar şeylerinin şeklinde zahiri olur. Şeytan. Çünkü vazifesi azdır şu oğallık için. En celipkar tüstü zahiri olmasa ok takmaydı. Mesela birinci zahiri buluş şeklini pul deyimiz. Şeytanın zahiri buluş şekli. Pul. Birinci türü. İkinci zahiri buluş şekli ayal deydiğen. Ayna bir gepli bağ oturda. Xuddi shuningdek biz Uyg'urlarni siyosiy hayotimizda jalibkor temalar orqali ozdiradiganligimizni esdan chiqarmasak yaxshi. Bir narsa qanchalik jalibkor bo'lsa,
onunğa texmi diqqatli oluşumuz gerek. 1-2 yıl aldı da, 2 yıldan köprek oldu peygamber'de. Bişkek'ten İstanbul'a gelgen birisi, İstanbul'da Şarkı Türkistan armiyası teşkillaş hakkıdaki laplarını yeyip, derhal karşı ilişki erişken edi. İnsanlık Allah İslam o değil mi? Bu cenab İstanbul'dan kayıt seferde Hindistan'a bardığanlıqını bemalal etipti. Kene şu cenabның lapları ne oldu? Aradan en az 2 yıl öttü. Şu çağda men bu aldamçılık ekenligini desem, karşılıklar hali olgan şu vaqt. Şu vaqt mıtıllığa bu bir aldamçılık degendim men, bununla bir mançıla narazı olgan. Çünkü bizning bichara xalqimiz dep ötkenimde xiyollar ichida yashashni davom qilayotgan. Yana mush kunlarda tükürüp taşlangan atalmış liderden biri Şarkı Türkistan qurolli qismlari tashkillashdan gap etayotganmish. Xalqimizning ojiz halqisini bilgen bir hamla. Asan aldashqa bo'ladigan nuqta. Şeytanның zahiri buluş şekli. Bir milliy armiya yoki hozircha bir qurolli qism qurib chiqa olamiz. Bu bizga munosabatli. Bizning iqtidorimiz, bizning bu jumbushligimiz yoki bizning bek qulidan ish keldiganligimizga munosabatlikmi bu? Bu janobning gaplarining o'ramida bizning yaramasligimizga yuyilgandek qilib turadi buni. Shuni deyapman. Tashqi shartlar kerak emasmi bunga? Bu qayta o'tirg'i chiqish ko'rinayotgan janob go'yo bu bizning yetishsizligimiz, bizning gunohimizdek gaplarni qildi. Bu odam xufsallikdan shundoq damdiganda yoki bicharadagi siyosiy sapashunchilik. O'zimizning yaramasligimiz to'g'risidagi gaplarni qo'yib turib, hozircha qo'yib turib buni keyin deydi. Tashqi shartlarni tekshirib ko'rsak. Bir qurolli qo'shinimiz bor deydi. Buni tafakkurimizni sinab qilib baqsak bo'ldi qarindoshlar. Akşamda uxlashga yatimiz var. Uyqumuz kelgicha bo'lgan arliqda xiyol qilamiz var. Nimani xiyol qilamiz? Bu xiyolning cheki yo'q zaten. Chunki xiyol har qancha bema'ni yoki har qancha gunohli bo'lgan taqdirdami javobgarlik tortilmaydigan bo'lg'achqa o xiyol deganni qilaversak bo'ladi. Ash chaqda tafakkuringizda, xiyolingizda buni sinab qilib qo'yinglar qarindoshlar. Bu qurolli qo'shinni har xil sonda tasavvur qilib baqsak bo'laverdi. 100 kishilik bir bo'lak deb tasavvur qilib baqsakmi bo'ldi? Yoki 1000 kishilik bir qur desakmi? Yoki 10 000 kishilik bir tuman deb tasavvur qilsakmi bo'ladi? Bu bizning tasavvurimizda bo'lg'achqa bo'laverdi. Bunda bir qurolli qo'shinning mavjudligi uchun kerakli tashqi shartlar nimalar? Evvel Xitoylarning o'chilish xarakterli qurolli mudohalasidan qo'rqmag'idek kuchi bo'lgan bir davlat bu qo'shinga sohibxonlik qilishni ustiga olishi kerak. Agar bir davlatning roziligi bo'lmagan ahvolda bunday bir qurolli qism tashkillangan taqdirda turishliq davlat ularni darhol qurolsizlantirib taqib yutadi. Jazolaydi yoki Xitoyga setib yutadi. Yana bir shart shuki, bu qurolli qo'shin cho'qim Sharqi Turkistonga chegirdosh bir davlatda qaror tepishi shart. Bo'lmasa hech qanday roli bo'lmaydi. Tarbiyalanish bosqichida boshqa davlatlarda chegirlanmaydigan uzoq davlatlarda bo'lsa-mu bo'ladi. U holda sohibxonlikni ustiga olishni xohlaydigan davlat 2 dan ortiq bo'lishni shart qiladi. U vaqtda menda ish chiqadi. Birisi çoğun çekirdaş devlet oluş şart. Eğer bunun terbiyeleşleri başka devlet kılındı değilse, o çağda 2 devlet
sahipxanlık qilish kerak bunga. Ega bo'lish kerak. Birida to'planib ta'lim tarbiyasi tamomlanadigan, keyin chigirdash davlatga to'shib kelinadigan bo'lg'achqa, buningda tashqi shartlar texmi ig'irlashadi. Chiqim texmi ko'p bo'ladi. Tarbiyalashmi mavjud bo'lib turishmi faqat chigirdash davlatda bo'lsa, bu davlat qo'shinning tayanch bazasi ro'ylashni xohlasa, eng obdan bo'lgani shu. Birli davlat bilan ish bitdi degan gap. Xitoyga kichik tiplik zarbalarni berib, Xitoylar zo'r kuch ishlatganda chekinib kelib oladigan tayanch baza bo'lganida, bu orqali kun sari kuchayish, kun sari tajriba orttirish imkoni tug'iladi. Masalan, 2-Cumhuriyet davridagi Sharq Turkiston milliy inqilobi davrida G'o'lji shahridagi urushda Go'mindonning kuchli hujumiga uchragan vaqtida bizning partizanlar Sovet konsulxonasiga chekinib kirib oladi. U tashqi diplomatiya, tashqi siyosatga aloqador bo'lganlikdan Go'mindon konsulxonaga besib kirolmaydi. Go'mindon keyniga yangandan keyin partizanlar yana chiqib, yana ularga hujum qiladi. Bu hikoyani anlaganmi? Bu hiç oturdu deyilmagan hikoyalardan birisi. Mana shunday qilib kun sari kuchayish, kun sari tajriba orttirish imkoni tug'iladi. Birli sahibxon davlat bo'lib, ammo u chigirdash bo'lmasa, bu qo'shin ozodlik uchun kurash qilish imkoni bo'lmay, faqatla tangli bekalaydigan bir to'p bo'lib qoladi. Ma tangli deganni bizning shaharlarda yashagan shaharlar cho'ng'uqallar bilmaydi. Bu tanglama yizilda yog'ochdan uyib yasalgan, xemiyaga uradigan va keyin non pishganda nonni oladigan bir xil qacha tangla. Yo'g'on, g'uli yo'g'on to'g'raq yog'ochidan uyladigan. Shu tangli bakalaydigan bir to'p bo'lib qoladi. Endi biz chegirdoshlarımızın imkon va qudratlarini tekshirib baqaylik. Biz buni eng shimoldan boshlasak da bo'ladi. Sharq shimoldan boshlaylik. Qo'shnimiz Mong'oliya. O'zi qaloq va ojiz bir davlat. Xalqarada xabarlarda ismi hech tilga ilinib baqmaydigan, go'yo paynab tiqagan, ammo adam unutib ketgandek bir davlat. Shunaqa. Men bir Xitoycha torbetda bir mavzu ko'rdim. Videoning mavzusimi ya boshqa bir nimaning mavzusimi, u ismda yo'q va uning karaytimi yo'q. Mavzuda shunda yozilgan. Nima uchun tashqi Mong'oliya Jungoga qo'shilib ketishni orzu qiladi? Qaranglar. Orzu qilarmish. Buningdan nimani his qilyapsizlar? Men buningdan Xitoy qora niyatini his qilyapman. Xitoylar qandaqdir Mong'oliyaliklarning orzusi degan bir xil to'lish fikr yaqimi yoki idrok hosil qilish orqali Mong'oliyani g'imissida o'ziga qo'shib olishning fursatini marovatganligi chiqib turdi mana. Mong'oliya orzu qilarmish. Maqillikni qarang. Mong'oliya nuqtasi turib masala qaraganimizda Mong'ollar bo'lg'isi Xitoy istilosidan yurki suv holda turmoqda deyishga bo'ladi. Moshunda bichara holda turib agar Mong'oliya Sharq Turkiston qurolli qismlariga sahibxonlik qiladigan bo'lsa, bu Xitoylar uchun oltindek bahona bo'ladi-da, Mong'oliyani darhol ishg'ol qiladi. Albatta, ba'zi xalqaro munosabatlarni nazarda tutish cho'qim. Masalan, Rossiyaning homiylik. Xulos kalam, Mong'oliya uchun bu sahibxonlik bo'yini oshgan og'ir yuk bo'lib, buningga hargiz jur'at qilolmaydi. Mong'oliyadan sol tarafga qarab aylanganda ikkinchi qo'shnimiz Rossiya. Biz bilan bo'lgan chegara siziqi eng qisqa bo'lgan qo'shnimizdan biri.
Altay'ın en şimaldaki çoku noktası bilen kıskı bir çigirimiz var. Rusya Şarkı Türkistan kurallı kısımlarına sahipkallık kılalaydıgan kudretki ige. Ama aldı bilen onun xalamaslıkı meselesi mevcut. Rusya Garip karıştı Xitaylarını muhim ittifakdaş dep qaraydı. Şundaqla stratejilik ortak Xitay bilen. Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nın kurgucu azası. Gerçi Xitaylar bilen uşak ziddiyetleri bolsunmu, hatta kelgüsüde eğiz alıdığan bir muncha yaralları bolsunmu, bugün itibarı bilen Xitaylarga karşı aşkarı meydanga çıkışı natayin. Çünkü Trump hükümeti Rusya'nı düşman tizimlikidan çıkarıp baş düşmanını Xitay dep belgilegen. Eğer bu boyunca olsa, Garip düşmanlık tükendiğinden keyin Rusya'nın kolu bika bulattı. Ve bunda imkaniyet tuğulattı. Ama Biden hükümeti yana Rusya'nı nişan taxtısı qottağızıda Rusya baş düşman hesaplandı. O avvalda Rusya Xitaylarını ispatdaş dep bilishga mecbur oldu. Ajında güçlü çoğun bir ittifakdaş olmasa Garip'nin karşısında aciz algı çıkıp kaldı Rusya. Hoş. Çünkü Rusya için Xitaydan hafifkirab düşman hala Gariplikler olup görülmekte. Gariplikler asasen Şimal Atlantik Ahdi Teşkilatı. Bunun qaraganda Rusya sahipkallıkını tamam kılışımızın ornu yok. Eğer kelgüsüde Xitaylar bilen Ruslar arasındaki yaralar resmi eğizelip kanaşkı başlasa Ruslar Şarkı Türkistan kartını oynayışı mümkün. Bu halde mı Ruslar için bundak sahipkallıkının coğrafilik tosalgıları mevcut. Çıgırıldığan arlıkның talıqıdın eytkanda bu iki taraftaki Kazakistan ve Mongoliyani endişigi salıdı. Bu sebepten bu iki devletinin razılıkını eliş gerek. Hareketinin muvaffakiyetlik buluşu ve kengişi için zapas asker aqsipi lazım. Chet eldeki Uygurlarla bu iş için yeterlik emas. Şunu derhal iç taraftaki ahaliga uluşuş gerek. Zapas askerge ihtiyacı olganlıktan. Bu cihetimi Rusya bilen çigirimiz evzellikki emas. Bu çigir boyları Kazak yırındaşlarının enanivi yurtları değilsimi, bugünkü günde altın kazgıcı köçmen Xitay nüfusu texnik etsallıkka aylangaçka bütün çigir boylarda. Bunu bir tabii tosalgı. Bu noktada mı Rusya, Mongoliya ya Kazakistan zeminini ariyetki soraşka mecbur buluşu mümkün. Lekin bular mühim sebepler emas. Rusya'nın niyeti texim mühim. Şu konisi hazırcha bundaq bir niyetinin yo'qligiga jazm qilg'ili bo'ladi. Rusya'dan keyin 3-chi qo'shnimiz Qozog'iston. G'arb tarafga cho'g'layapmiz. Qozog'istonning Shanxay Hamkorlik Tashkilotining qurg'uchi a'zosi. Shundaqla bugun Xitoy ko'chmanlari shiddat bilan ko'payayotgan davlatlarning biri. Baylık mol olsunmu, yenilik iqtisadi aciz, sanayetimi aciz bir devlet. Devlet işçi amillerden aytqanda mı baş ağrıqları yeterlik. Şunu Xitaylarning jimjit kengaymichiligiga qarata cheklash tadbirlari elishga amalsiz qolmoqda. Qozaq qarindoshlarimiz Xitoy balasini ko'rib yetib, kelgusidagi Xitoy balasidan Qozaq hukumatini davomli ogohlantirayotgan bo'lishiga qaramay, hukumat kuchsiz bo'lganligi uchun Xitoylarni cheklashga amalsiz. Hatta kamp qaçqınlarını mı Xitaylarning talebi boyunca türmege qamashga mecbur bo'layotganligini ko'rdik. Bu holda Qozog'istondan bo'yini aşkan bundaq talabda bo'lishmi mumkin emas. Agar Rossiyaning Xitoyga qarshi maydoni o'zgarsa va uchiq dushmanlikka aylansa, Qozog'iston bu fursatdan foydalanishi mumkin. Rossiyaning homiylik ostida biz uchun tayanch baza berishi mumkin. Lekin Qozog'istonning nazarida Rossiya burunqi xo'jayini bo'lishligi bilan, ya'ni burun o'zini mustamlika qilgan bir tajovuzchi bo'lishligi bilan texnik xatarlik bo'lg'achqa tekrar Rossiyaning kontrolligiga tushib qolishdan bek ehtiyot qiladi. Aslida Qozog'iston Sovet mirosi yadro qurollariga ega bir davlat edi. Afsuski
Teşlikçilik tumanlarında eziqib, yadro qurollarını söküp, yadrosuzlaştı. Bunu intayin hata kıldı. Xitay'dek bir yadro dövültübülü qoşunu olgan ikensen, sendimi yadro buluş gerek aslında. Lekin bunun kelgende tolum nadallık kıldı. Dördüncü qoşunumuz Kırgızistan. Kırgızistan müstakillikten beri hiç kaddini Rusya olmayatkan, Kırgızistan çıkanmayatkan bir devlet. Xitaylarga tamamen tizpikken vaziyette. Xitaylar Kırgızlarga haligini kıldıra alaydı. Ulardan zimin talepede bulup taleplerini qandırdı. Bu haletdeki Kırgızistan'ın Şarkı Türkistan kurallık güçleri için tayançı bazı buluşu hiç mümkün emas. Kırgızistan'da Rusya yoki Amerika qat'iy niyatga kelgan ahvolda ularning homiylik Xitoyni sohibxonlikni qabul qilishi mumkin. Ammo hozircha bular ehtimollikdan bek yiroq. 5-chi qo'shnimiz Tojikiston. Tojikistonda Badaxshan viloyatidan Xitoylarga tuproq kesib berdi. Bugun Tojikistonning nurg'un turdagi qurilishlarini Xitoylar yordamga qilib beryapti. Bu yordamlarning yana boshqa og'ir badallari cho'qim bo'ldi. Tojikiston mustaqillikdan keyin izchil ichki urush fatqiga to'lgandi. Iqtisodi texim ajizladi. Xitoylar tamamen biqindalga keldi. Bu holdagi Tojikiston beshiga balo bo'lgan ishni hargiz qilolmaydi. Aksicha Xitoylar talab qilgan ishlarni qiladi. 6-si Afg'oniston. Afg'onistonmi intayin qisqa chegarasizligimiz bo'lgan davlatlarning biri. Xuddi yılanning beshiga o'xshaydigan Vaxan koridorining uchi bilan chegaralanamiz. Afg'oniston Taliban hukumati Xitoylar bilan yaqin munosabat o'rnatgan bo'lib, yangi hukumatmi Xitoylar bilan yaqin. Xitoylar yana yoshirnamda Taliban bilan yaqin. Şuna Afganistan'ın haqiqiy turdi. Sharq Turkiston qurolli kuchlariga sohibxonlik qilish imkoniyatları yok. Bugün Vaxanda Pamir egizligida Suriyadan yo'tkab kelingan bir qism Sharq Turkiston mujohidlari bo'lsa-mu, bularning mavjudligidagi orqa plan bekmi gumonliq. Ularning Sharq Turkiston qurolli qismlari bo'lish uchun uzun musofa kerak. 7-chi qo'shnimiz Pokiston. Pakistan'a gap ketmeydi. Bunu hemmenli bilisizler. Sep gap bilen desek Pakistan Xitaylarning kichik xotini. Bu devlet bugünkü chegaradan qochaq o'tgan nurg'un Sharq Turkistonliklarni tutib Xitoyga o'tkazib berdi. Hatta Xitoy soqchilarining Pokiston shaharlarida Sharq Turkistonliklarni qo'g'lab tutishiga ruxsat qildi. 2000-yilda 99-2000-yillar. Pakistan'da simvollik sanda Xitoy armiyasi mavjud. Xitoylar Pakistanning yadro quroliga ega bo'lish uchunmi yordam berdi. Tunji atom bombasini vatanimizda sinab qilish uchun berdi. Biz Pakistanning yadro sinoqlarining radiatsiyasini ziyni o'chirdik. Chunki Pakistan'da yadro sinoqidek unda bo'shliq yo'q. Bilisizlar. Bizdikidek unda payansız ketken çöl yok böyle. Ahali yakın. Çöl bo'lsa-mu küçük. Bundan başka piyade asker qurolları ishlab chiqaradigan zavodmi Xitoylar tarafidan qurilgan. Pokistondagi qurol zavodi. Bugungi kunda Paris qo'ltig'ida dengiz armiya bazasi qurish uchun ruxsat qildi. Xitoylar Gvadarda baza qurup O'tir Sharqda ta'sir kuchini oshirishga asoslanmoqda. Bundaq bir Pokiston biz uchun emas, Xitoylar uchun foydali bo'lganini qiladi. 8-chi qo'shnimiz Hindiston. Hindiston taraqqiy qilayotgan davlatlar ichidagi yulduzi chaqnayotganlarning biri. Yadro davlati. Dunyodagi cho'ng davlatlarning biri, shundaqla armiyasi kuchli bo'lgan davlatlar qatorida sanaldi. Tibet Sergardan hükümetiga sohibxonlik qildi. Shundaqla Tibet qurolliq kuchlari uchunmi tayanchi baza bo'lib kelmoqda. Bizning sobiq liderlarimiz vatandan qochib Ladakh rayoniga kelgandimi, ularni qarshi olgan.
Ama liderlerimizdeki siyasi sapa, niyet qatarlıq amillar tüpeyilden Hindistan'ı taşlap Türkiye'ye ötkelgen edi. Bugünkü chet ellerde bulup durayotgan Şarkı Türkistan faaliyeti evcik çıkkan zamanlarda Hindistan taraf adam ivetip bizninkilerini gıdıklap geldi. Ama kütülgen cevabını alanmagaçka ahir taşlip etti. 97 yıldaki Golcu fevral kırgınçılığı münasebeti bilen Türkiye'de namayışlar kaynap ketken zamanda vakıfki adam ivetkenliginden şahsen haberim var. Elik paşa qoğlap çıkargan Hindistan konsulxanasından kelgen adamlarni beşimizni ağrıtmadı. 2017 yılıda Türkiye'de her yaz buladigan qarindoshlar uçuruşuğum adam ivetkenligini. Ama bizninkilerde gamsaçı cevapını anlap qayıtqanligini uqdim. Taleysizlikimiz tüpeyilden ete nima qilishini bilmaydiganlar liderlik mevqiyasida bo'lganliklari. Yana shu taleysizlikdan bundaq fursatlar shularga tutulishib berbat bo'ladiganligidan Hindistan amili Şarkı Türkistan davasida intayin muhim bo'lishib qaramay, bugungacha mas odamdek izimizda cho'klab da'vo qilyapmiz deb o'xshash ishni yerim asrlab takrorlab kelayotganimiz alamlikdir. Hindistan bugün bizga eshiklar taqalgan vaziyatda bo'lsa-mu, yanada umid kutiladigan bir davlatdir. Ama muhim bo'lgani ularning qaysi Uyg'ur liderlari bilan uchrashishidir. Agar bir pispasga uchrab qolsa, yana fursatlar kulga aylandi. Hindiston sahibxonlik qila olamdi, xolis qila oladi. Bo'libmi bugun Amerika Hindiston mudofaa hamkorlik o'rnatgan vaziyatda texnik yuraklik oldi qila oladi. Gap mushundaq niyatga kelish kelmasligida. Bizni yaratmasligida. Çünkü bizni köp qatim chekib ko'rdi va jiringlagan aksada anglamay pokildigan ovozni angladi. Shuni bizga ishonch qila olsa, qo'llash qarori oladi va bu sahibxonlikni qila oladigan yana bir davlat bu. Rossiyadan boshqa. Ama Rossiyaga qaraganda bunun ehtimolligi yaqinroq. Hamda o'zimizdagi shartlarga kelaylik. Bunda bir qurolliq qismni qurib chiqa olamiz. Buni ma'lum bir davlatning qo'llash soyasida bo'ladi. O'z kuchimiz bilan bo'lmaydi. Chunki bizdagi tarafdorlik tufaylidan bu qo'shinni kim tashkillayotganini qaraymiz. Mening tarafdorlarim tashkillayotgan bo'lsa qo'llayman, bo'lmasa har xil pishni to'qib, qaralab buni yo'q qilib o'tishga urinamiz. Yani özümüzün xahişi bilen bo'lmasa-mu, düşman istihbaratining kuch kiritishi bilan bo'linib, o'rtaq kuch chiqarmaymiz. Shundaqla bundaq bir qo'shin ma'lum bir guruhimizning tirishchanligi bilan barliqqa kelgan taqdirdami, bu qo'shinni Uyg'urlarning iyonasiga tayinib, beqib ketalishimiz notayin. O'ylab ko'ringlar. Xiyolingizda 1000 askarni beqib beqinglar. 1000 askarga onda ilqi isil tamak bermanglar, bir taldan non beranglar bir vaqtliqiga. Bir vaqtliqiga bir non bersanglar, 1000 dona non ketadi bunga. 1000 dona non. Her tonodan 50 non chiqadi, bir tonodan bir qatim tononi qizitsak, 50 non pishib bo'ladi desak, 20 tononi yoqsak, 20 tono bir vaqtliqiga yeyib o'tadi qarindoshlar. 1000 odam. Chunki u harakatdagi midirlayotgan jon, uning oshqozoni bir mashina u. Shu bir qatim to'ldirib qo'yishni turadigan narsa emas u. Chunki xuddi bugungi iyona berish ahvolimizda ko'rilgandek, suyuqlantirishlar, ahamiyatsizlashtirishlar, sovutishlar, yo'q chiqarishlar cho'qim yana bo'ladi. Şunun bilen bir ortaklık hasıl kılış kıyın geçişidir. O iyani verişki bir qatimlik yaş. Meyli o 1 milyon dolar olsun. Hatta birlik etim versen kutulusu degenge. Ama 1000 adamni beqish o bir hareketdeki maşina olganlık için onun yemni tökep ulgütenmeyse mesele bir yer. Şun başka yanılı ma'lum devletki tayanmay mümkün emas.
O halda Suriye'dekiler ve Vahan'dakiler hakkında ne mi deyişimiz mümkün? Bu sualını köp adamlar sorudu. Ve bundaki yani soruşu mümkün de aldığına ala bu cevabını bir vatımı. Bu peyya bir küç emas mı? Kurallık kısımlarımızdan xemi Türkçe emas mı? Deydi. Sual. Birinci. Bu kişiler teşkilligüçi yoki qo'sqini baqqanga xizmat qiladigan vaziyatda. Bularni kim tashkillagan bo'lsa, shunga xizmat qiladi. Kim qo'sqini beqavatgan bo'lsa, shunga xizmat qiladigan vaziyatda. Chunki uning ixtiyorligi yo'q. O'ylab baqinglar. Agar buningdan bosh tortsa, u qanday qilib hayotini saqlab qoladi? İkinci, ularda vatanperverlik, milletçilik duygusu yok. Hatta bu noktada tamamen düşmançı meydanda durup, vatanperverlik ve milletçilikni İslam'a zıt deb tushundirilgan vaziyatda. Yoki keyinchi xalqning turli besimlari tufayli bu noktada ma'lum yumshashlar ko'rilgandek bo'lgan bo'lsa-mu, bu tuyg'ular intayin ojiz. Ummatchilik ruhida bo'lg'achqa nishoni va dushmani aniq emas. Buna şu Suriye'ye düşmez de çıkanlıklarını bilsek buludu. O kadar düşmanını. Küzünü jumbelik asımı düşman gidiyordu. Yani ki o kadar düşmanını kövmey Suriye'ye düşmez de çıkanlıktan kösek buludu. Nişanı enakamaz, düşmanı enakamaz. Xitayni düşman deb qarasımı o aşı ulunun Depterdeki nurgun düşmanlarının içindeki birisi o Xitay. Ama bu siyaside bir tuyuq yol, bir çıkmaz, haltı koçak. Siyaside düşman endi buluş gerek ulam qanmay, o düşman çokum birge qısqırış gerek, birini düşmanga qısqırış gerek. Onda mücmellik bilen biz bu işinin akısını çıkamayız. Üçüncüsü, ularni terbiyelep kolga keltirish, qurolliq qismlarimizning xemiy tur chiqilishga bo'lmamdi degan ko'p so'ralgan va yana so'raladigan savol. Bu savolni ilgari boshqalar so'ragan, endi mening gaplarimdan keyin yana muqarrar so'raladigan savol bu. Ularni tarbiyalab qo'lga keltirish uchun oldingi shart yanada haqiqiy bir sohibxon davlat bo'lishi kerak. Shundimi ularning ustida bir zo'rlig'uchi kuch bo'lishi, hozirgi atalmış emirlardan ayirib qayta shakllantirishga to'g'ri keladi. Ular sifat e'tibori bilan muntazam harbiylar saviyasiga kelish uchun tamamen boshqadan tashkillanishi shart. Shu holda ular top yema askar bo'la oladi. Bununla dikkat. Yani şu halda ular ne buldu? Topga yem qilib berishga yaraydigan askar bo'lalaydi. Ama ofitser tabiqisi uchun ulardan sirt ma'lum madaniyat saviyasi bo'lgan bir guruh odam tarbiyalab saplanmasa yana bo'lmaydi. Nihoyat afsuski, ular bu deyilganlarni angliq qabul qila oladigan kapasitedagi odamlar bo'lmagani uchun jiddiy qarshiliklar, bo'linishlar, ichki janjallar tug'ilishi aniq. Şunun için zorluğucu bir güç buluş şart. Ben İstanbul'da görüşken Qaraqo'saq emirlerden birinin halidan qaraganda, ular özlerini adetlik adam deb oylamaydı. Tötnün biri hesaplaydigan, yüzüge bir vanşuji. Şunda oğallıqdan bunda Qaraqo'saqlar bilen kelişmekme mümkünçilikten bek uzak. Men bu türdekiler bilen O'rta Asiyodagi hareketlerimiz jarayonida xilafeleşken. Ularning qatmanligi shu darajadaki, xuddi zaman tonuldan o'tib o'tir asrdan kelib qolgandeklar. Bunday odamlar qanday kelisha olasiz? Mumkinchiligi yo'q. Endi ularning askarlik sifati haqidagi gumonlarimni bek asossiz emas. Men ulardan bir nechasi bilan ko'rishgan, so'zlashgan. Bularning ichida aldanganligini ta'minlab Suriyadan qaytib chiqqan sobiq amirlarga nafrati bo'lganlarni bor. Hala şu septe çögültüp koyup birilgendek aylanbaşlık bilen jürgenlerim var. Ben görüşgenlerinin
içinde. Ularning resmi askarga o'xshamoq uchun xili musobaqa bor. Hozirlayında bir tayyor askarimiz var deb o'ylab qolmanglar. Gepimni xulosalasam, qurolli qism qurib chiqish to'g'risidagi laflar jalbkorligidan qat'iy nazar ma'lum davlatning sohibxonligi bo'lmay turib, put terab turish zamini bo'lmaganlikdan mavjud bo'lolmaydi. Shundaqla bizdagi chechalang'uliq ve Xitay istihbaratının bizni param-parça qilib bir-birimizga sep qo'yayotgan mushu vaziyatidan qaragandimi, bir davlatning homiyligi ve o davlatninki zo'rlig'ichi kuchi bo'lmay turib, bu tafriqni tugamaydi. Shunga bu vaqtdagi bo'yni oshgan laflarning tagida nem muddalar var. Bunu bazarga selayotganlarning kimliklari nima, kim o, qanday odamlar, o'tmishda kim edi, bugun kim, bularga diqqat qilish lozim. Bu gaplarim cho'qimki xiyol ichida yashayotganlarga yoqmaydi va meni tillashga boshlaydi. Ümidsizlikni targ'ib qilding deb xafa bo'ladi. Ammo ümid deb meseleге yolg'on gapni qilolmayman qarindoshlar. 20 yilning oldida yozgan maqolalarimda degan gaplarni shu zamonning odamlari tillagan. 20 yildan keyin bugungi kelganda nurg'unlar menga xat yozib va kurashgan chog'larida ajab to'g'ri deb degansiz, uni u zamonda tushunmabdi ekanmiz, endi qarasak rostkan deyishga boshladi. Xuddi shunga o'xshash bu gaplarni bugun qabul qilmagan, ta'tirlik qilgan qarindoshlar agar niyatida boshqa narsa bo'lmagan taqdirda, haqiqatan qarindoshimiz bo'lgan taqdirda 20 yildan keyin albatta e'tirof qiladi. Ama o zamonga kelganda har ishning vaqti o'tgan bo'ladi. Bizlarda har ishda vaqt o'tgan vaqtida to'g'risini bilib, apla deymiz emasmi? Bu tarixdan beri takrorlanayotgan bir udum. Hammalarning anlığına rahmet. Allah işlerini muvaffakiyetli qilib bersin. Hammalarga Allah'ın amanlık dileyim, xeyir hoş.